Bugungi shu kichkina bo'lsa ham hadiya Qamqor shu jamoasi hamda shu bilim magazini ozgina xayriya ehsonlar uyushtirilgan. Shunga xafa bo'lmaysizlar, kimga yetdi yetmadi, xudo xolasa hammaga yetadi. Bugungi sovg'alarimiz faqat shu spiska bo'yicha bo'lganida, shunga yetmay qolsa ayibga buyurmaysizlar. Biz hisobga olmadik. Shunga haligi o'zimizda gruppamiz bor. Gruppada shu belgilangan bolajonlarimiz bor edi. Shularga yetib qolsa inshaalloh marra bizga. Yetmay qolganlarga xudo xolasa yana ko'p 200 tadan oshiq xudo xolasa bo'ladi. Inshaalloh yo ertaga yo indinga xafa bo'lmay turasizlar. Spiska bo'yicha bitta chaqiramiz. Bu yoqqa kelib sumkalarni olib, qara, sumkaning ichida sumka, daftar, ruchka hamma yo'g'i bor. Maktabga nima kerak bo'lsa, shular hammasi bor. Faqat sizlar haqqilariga duo qilasizlar shu yerda. Men hozir sizlardan 20 ta bolaga shu yer bekorga sizlarga shunday maktab daftar ruchkalarni beryapti. Albatta bu qog'ozimizdagi bu ro'yxatimizda yozilganlar hammasi qora qog'ozi borlar. Qora qog'ozi bor bolajonlar. Mehrga muhtoj bolajonlar. Shuning uchun sizlar bolajonlar, men ko'p aytaman, sizlar ko'p haqqilariga duo qilinglar. Kelajakda elingizga, diningizga xizmat qilayotgan bolalar bo'lishingiz kerak. Allah Teala hammalarimizni yaxshi amallarga, hajlarga, zakotlarga buyursin. Farzandlarimiz bo'lsin. O'qigan ilmlarda islom elimizga olim olimlarimiz. Allohu akbar. Lutfullayeva Shehrobek, Shehrobon kim bor? Keling. Yunusov Xolid. Mana deysiz. Aliyev Abdusa. Sumkalarda olgan qizlar bor. Mamadaliyev Ziyohiddin. Mamadaliyev Ziyohiddin. Olam, yoqdimi?